Uchxonaga Olmazor tumani, Bavrum turar joyiga kelganman. Shu yerda 102 kvadratli to'rt xona, yevro remont ichida stroyli mebellari bilan ikkita balkonli juda chiroyli uyimizga chiqqan. Atroflarini mana bitta ko'rsataylik. Bavrumda bu yerda yashaydigan, bu yerda biladiganlar ko'pchilik havas qiladi. Mana shunday uylarim bo'lsa deb niyat qilganlar bor. Mana joyi zo'r joy, atroflari bu mashina parkovka muammo emas, magazin, do'kon, hamma narsa bor. Endi uyni ko'rsataman sizlarga. Ko'cha eshigiga mana paltar eshigi ekan. Xullas mana mamtlari kiraverishlari mana ko'rib turganingiz mana bu stroyni bor, kiyim bilan ilasizlar. Mana yog'imizda mana prashni, xonasiga garderobni qo'yasizlar. Mana yoqda mana sanuzilni qaraydi. Sanuzil ham katta qilingan, ranglari undan ikkita rang ishlatilgan, chiroyli qilib osmon unitazligicha qo'yib qo'yilgan. Endi bu yoqdan kelamiz, rangda ana chiroyli rangni ishlatilgan. Mana yog'imizda bitta spalni, o'zining ichida garderoblari ham bor. Mana bemalol ichiga garderob qilasizlar. Nari yoqda ko'rsatib turinglar, yoqda balkonlari ham bor. Ikkita balkon bu xonadonimiz bor, katta balkon bor. Uy chiroyli, rangni ham такой необычный ranglar. Endi mana yog'imiz qiz bola detskiga mo'ljallangan, abo'ylar ham shunaqa такой нежный ranglarda ishlatilgan. Bu yog'imiz menimcha o'g'il bolaga mo'ljal qilingan. Bu yerda ham интересный interyer qilingan, chiroyli qilingan. Oynalari bor, uy lekin juda ham issiq. Endi bu Bavrum turar joy majmuasida yashaydiganlar biladi. Oshxona. Как bu to'rxona studiyasi ham bo'ladi. Mana Mahmudga xohlasanglar stol qo'yasizlar, bundan so'ng Mahmudga bir uголовка ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Ani tez ichib ketadigan choylarni bu yoqda ichib, mehmon kelib qolsa, mana joy qilsanglar ham bo'ladi. Mana ikkinchi balkonni qaranglar. To'ppa-to'g'ri telebashka, tog'li ko'rinib turibdi. Havo zo'r, uy ham zo'r. Xullas 102 kvadrat bo'lgan mana shu uyimiz 6-etaj, o'zi 7 etaj tushuntirganimdek Bavrum novostroykasi naqdga ham, ipotekaga ham berishar ekan. Narxini 118 ming so'rashyapti. Ozgina kelishtiradigan joyi bo'ladi. Pastki nomerlarga aloqa chiqasizlar, tamom.